Hammaga xayrli kech, go'zallarim, tinchmisizlar, sog'ommisizlar. Bugun o'ynadik, kuldik, 18 bahorini qarshi oldik. Eng muhim ishni esdan chiqaribmiz. Потому что у нас есть такой обычай, как сказать, hamma tug'ilgan kunda kamida $1000 pulni yig'amiz, yaxshi kunlarga ishlatish uchun. Qizlarjonlar, pullar bilan kelganmisizlar? Atrofni ko'rsatamiz. Hanif opajon, yaqinroq olib kelamiz. Bu men uchun $500. Bu Masha dugonam uchun $500. Zuhra dugonam uchun $500. Пожалуйста. Rahmat. Следующий из Самарканда Dilshoda Banu. Men uchun $1500. Отлично. Irodaxon yurist nasha. Сколько там? $1000. Отлично. Voy, bugun boyman men qizlarjonlar, bugun uyga ketmayman. Sanoy Ariflem direktorlari. Сколько у вас там? Menda $3000. Отлично. Yulduzxon Otajonovna. Otajonova Yulduz menda 1000. Отлично. Все. Эльвира Камчебековна, сколько там? $500. То, Xurshida Banu, сколько там? $1000. Отлично. Qizlar bugun uyga ketmayman men. Bugun choyxona palovda qolaman. Endi bizni eng sevimli ukajonimizdan Javohirjonniki отдельно baribir qadri bor. Ukajon sizda qancha? 8 ta 9-chi kvartiraga berishim kerak edi, shunga olib qo'ydim. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Давай. Ariflem direktorlari podarka qilgan menga biletlarni. Dubay, Maldiv orollariga boramiz. Dubayga boramiz. Да. Всем приятного вечера. Всё.